Assalomu alaykum. Cobalt mashinasidan signalizatsiya yechib tashlashimiz, uni o'rnatishga kam vaqt va kam xarajat ketgan. Yangisiga esa ko'proq vaqt va xarajat ketgan, lekin rulni tagida hech qanaqa simli ko'rinmaydigan bo'lgan. Eshigidagi ruchkalar alishgan, egasining yonida telefon bo'lsa, biz ключевой достуp qilib ishlatsa bo'ladi. Salonning ichida telefon bo'lsa, gitaradagi knopka start stop bo'lib ishlaydi. Tormoz bilan knopkani bosib qo'yarsa mashina zavod bo'ladi, qaytib bosib qo'yarsa mashina o'chadi. Mashinani kalitdan zavod qilib ketsa ham bo'ladi. Sentr zamon knopkasini bosib ushlab tursa bagaj ochiladi. Signalizatsiya to'liq mobil ilovadan boshqariladi. Mashinani ochib yopsa bo'ladi, zavod qilsa bo'ladi. Ilovaning tepa qismida mashinaning holati ko'rinadi. Salon temperatura, dvigatel temperatura, mashina probegi va qancha benzin qolganini. Ilovadan bagaji ham ochiladi. Hamma Starline modellarini va narxlarini Telegram kanalimizdan topsangiz bo'ladi.